Agar boshqa vaziyat bo'lganda, men tekinga ishlamayman deb ketishim mumkin edi. Ammo oldimda cheksizlikni barcha sirni tushunib yetgan jodugar turibdi. Va hozir undan kuchli jodugar o'zi yo'q. Uni o'ldirgim keldi. O'z qo'llarim bilan. U barcha zenin va jodugarlardan ham kuchliroq. Hatto mendan ham. Ichimdagi egoyimni bostirishim uchun o'z prinsiplarimga qarshi borishga majbur bo'ldim. Natijada esa mag'lub bo'ldim. Osmonda ham, yerda ham faqatgina men munosibman.